Anaqasan, sen mamnaqasan, sen o'zi oilang mamnaqa deganda ayol ham ichida qanaqadir kamsitilish hissini, keraksizlik hissini his qiladi. Erim tomonidan, o'zim yaqin insonim tomonidan shunaqa gaplar eshitamanmi deydida. Keyin уже yarashgan taqdirda ham o'sha momentda o'sha narsalar qalbida qolib ketadi. Уже asta-sekinlik bilan fiziki ham bir-biridan uzoqlashadi. Ayol baribir ichida nimasi bor? Potrебности bormi sevgiga? Keyin u nima qiladi? Qalbini uchashat qiladigan narsalar qidiradi. Ya'ni to'ldirish uchun. Misol uchun kimdirlar sayohatlar bilan, kimdirlar pul topish bilan, kimdirlar ishga kiradida, mana shu qalbidagi bo'shliqni his qilmaslik uchun, shu og'riqni his qilmaslik uchun aytadiki, hali shunaqa zo'r bo'lib ketaman deydi yoki shunaqa chiroyli bo'laman, hali meni ko'rsatib qo'yaman senga degan narsada yana qalbidagi hisga e'tibor bermaydida. O'sha his baribir qayerdandir kelgan, u qachondir bu hislarni his qilganki, hozir u hayotiga ta'sir qilyapti. Bu og'riqni kimdir bergan, lekin u hozirgi insonlar beryapti degan ongda yashaydi. Aslida men qachon o'zimni keraksiz his qilganman, qachon men o'zimni kamsitilganman, kim hayotimda menga shunaqa og'riq bergan, o'sha bolalikdagi tajriba va hissiyotlarini hozirgi katta bo'lgan holatda hislarini yashab berib, keyin fikrini o'zgartirganda atrofchi bunaqa deyshadi, voy erim cho'ta o'zgarib qoldi, mehribon bo'lib qoldi deydi. O'sha narsasini yechganda, chunki bizni aslida ko'rishni istagan narsamizni atrof bizga ko'rsatib beradi.